Hop, 29 11 2025 ikkinchi smena savoli. 29 noyabr ikkinchi smena savoli. Hop, 36 savol ekan bu. Hop, buni belgilab qo'yaylik. Hop, 36 savol ekan bu. Demak, uchta bir xil uzunlikdagi DNK molekulasi o'rganildi. Birinchi DNKdagi timin nukleotitlari 15%, ikkinchi DNKdagi sitozin nukleotitlari 20%, uchinchi DNKdagi adenin nukleotitlari 10% ga teng bo'lib, uchta DNKdagi umumiy adenin nukleotitlar soni 110 ta bo'lsa, uchta DNKdagi vodorod bog'lar sonini toping degan. Xo'p, uchta DNKni chizib olamiz birinchi. Xo'p, endi meni listim unchalik yozolmayman bu nimaga, slaydga unchalik yozolmayman. Ya'ni juda ham tushunarli qilib yozolmayman, lekin qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Uchta DNK chizib olamiz. Xo'p, adenin, timin, guanin, sitozin shunaqa demak chizib olamiz. Uchta bir xil uzunlikdagi DNK molekulasi o'rganildi. Demak, bir xil uzunlikda bo'lsa, demak nukleotidlar soni ham teng bo'ladi. Ya'ni qarang, baribir nukleotidlar sonini 0.34 ga bo'lsak uzunlik kelib chiqadi, to'g'rimi? Ya'ni uzunlik qancha bo'lsa, hop, nukleotidlar soni ham shuncha bo'ladi. Demak, hammasini bitta son bo'ladi. Ya'ni barcha DNKdagi nukleotidlar soni bir xil, bitta son. Shularni men x deb oldim. Ya'ni 3 ta x, har bittasi bittadan x qabul qilib oladi. Hop, x. Hop. Qarang ana endi. Birinchi DNKdagi timin nukleotitlari 15% ga. Birinchi DNKdagi timin nukleotitlari 15% ga. Ikkinchi DNKdagi sitozin nukleotitlari 20% ga. Hop, uchinchi DNKdagi adenin nukleotitlari